Hozirda isib ketgan havoda issiqni qo'rqoqni yondiradigan ham shundoqla ussizlikni pasaytiradigan mandek qaqsuy qilamdiq do'stlar. Ishqib shunchalik bayz bo'pti, jum bolalarimiz bek tetib ketdi. Unda biz buni qanday qildim keyin filmni tafsirot etdik qilamiz birlikda o'ynamdik. Ma film yurak yulduzdan bir saqlavamsanlar bek pushaymon qilsaydim do'stlar. Ketalik materiallarimiz bo'lsa shapluqiqi, uruqiqi, yerlik chilan, alqat mushan ishlasak bo'ladi. Yerlik yemish bo'lsa uni ishlatib olsanglar bo'ldi. Andan azroq siyriq navat bilan shakarni ishlatib olamiz do'stlar. Uningdan keyin materiallarimizni azroq tusilib o'tgandan keyin va yak un silib olsanglar bo'ldi. Buni pakiz 5-6 qatim yuvib pakizlab olamiz. Uningdan keyin qozonimizga to'kib oldik. Endi buningga men mushchinamda 3 chun suv qo'ydim. Bu suvni qo'yib endi buni qaynatib olamiz. Buni 5 minut atrofida qaynatsak bo'ldi jum do'stlar. Qaynagandan keyin mana qaranglar shuncha chiroyli ranglar chiqibdi. Endi buningga abay tayyorlab olgan navat bilan shakarni silib etamiz. Endi buni silib bilan bir oqir aralashtirib o'tgandan keyin o'tni o'chirib buni sovutishga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bu shakar bilan navat o'zini chiqib erib ketdi jum do'stlar. Qaranglar ranglari shuncha chiroyli chiqibdi. Mana endi tayyor bo'lib ketdi. Endi buni mishtaq chiroyli chaynaklarimizga ilib olgandan keyin piyolarimizga qo'yib ustiga maqaqlardan azroqdan silib buni yegach ichadigan bo'lsak shunchalik ussiga yega boradi do'stlar. So'g'liq ichimliklarni ichib va manglar bu yozda talab ketdim deb, lekin bek ziyon qiladi. Manandek yerlik mahsulotlarimizni qaynatib sharbat chiqarib manandek ichimlik ichadigan bo'lsak ham ziyon qilmaydi. Buni tonatga silib muzlatib ichsak bo'laverdi jum do'stlar. U chaqda texim bek tetiydi. Buni chiqqida tayyorlab oldim. Albatta az tayyorlik qilib bo'lmagandan keyin oldida tayyorlab bugun ishtoq atsi qarsam ko'p shub bilan buzilib qopti. Shuning uchun manda chilekdan birini keltirgandim. Shunchalik aplikkan do'stlar o'zi 3,5 kilo atrofida so'pat etgan mayli dog'larni qilib yasab sap qo'yinglar va yoki shunday sharbatlarni tayyorlab sap qo'ysanglarmi, ustiga vaqtda tonatqudan tushirib manda shunchalik aplik ichib olsanglar bo'ldi. Bolalarım bunu bekletib ketdi, ham ma'nosini bek yorab ketdi zadi. Usoplam kelib insonni og'zini ochdi.